Qo'yvoringlar domla, sizlarning haqqinglar meni olib ketishga. Kompot, qo'yvoringlar kompotni domla. O'qish nima qilgani yo'q-ku. Qishloqqa siz jim turing, sizni ham olib ketib qolamiz. Qo'yvoringlar meni domla, sizlarning haqqinglar meni olib ketishga. Men hech nima qilganim yo'q-ku. Kompot qo'yvoringlar domla, olib ketmanglar, kompotni o'qish nima qilmadi-yu sizlarga. Qishloqqa jim turing domla, unda sizni ham olib ketib qolamiz. Mashinaga chiqqansan, o'zi ko'p gapirivording. Chiq tez mashinaga. Yo'q, men ketmayman, iltimos. Kompot, men seni qutqarib olaman, qamoqxonadan qutqarib olaman seni. Yo'q. Sen chiq domman. Tabriklayman. Sen Minecraft qamoqxonasiga kelding. Sen bu yoqdan umuman qochib keta olmaysan. Nimaga sizlar meni bekorga olib ketib qoldinglar? Jim. Bu yoqda faqat men gapiraman. Qara, hozir men seni qamoqxonani ichiga olib kirib qo'yaman. Sen yoqda hech kimga indamaysan ham, hech kimga gapirmaysan ham, jim o'tirasan qamoqxonangda. Yo'q, nimaga meni olib ketyapsizlar? Bekorga men hech nima qilganim yo'q-ku. Endi ayblarni kimnidir to'nka yuborish kerak edi-yu, to'g'rimi? Yo'limizdan esa sen chiqib qolding. Men hammaga aytib beraman buni hamma biladi chiqqanimda. Xafa qilgim kelmayapti, lekin sen bu yoqdan boshqa ikkinchi chiqmaysan. Bo'ldi, sen ko'p gaplashib olding. Bo'ldi, tez orqaga yur, qamoqxonaning ichiga kir. Bo'ldi, xo'p, mayli, kiraman. Qayerga yurishim kerak? Ana eshigicha yur, bo'ldi, hech qayerga qaramasdan yur. Bo'ldi, bu yoqda voshchi g'alati narsalar bo'lyapti. Ayblarni to'nkashga meni olib olishdi ular. To'g'riga kir, hop, mana shu qamoqxonaning ichiga kirasan hozir. Seni qaysi xonaga qamab qo'ysam bo'larkin, a? Hop, mayli, yurchi tepaga o'sha yerda menimcha xonalar bo'lishi kerak edi. Bu voshchi noqonuniy, sizlar meni bekorga olib qamab qo'yapsizlar. Yo'q, men bu yoqdan baribir chiqib ketaman deyman. Hammaga aytib beraman men sizlarni. Xafa qilgim kelmayapti-yu, lekin sen baribir bu yoqdan chiqa olmaysan. Bo'ldi, kel, men senga eshiklarni ham o'zim ochib beraman. Sen ichkariga kirib ol. Bo'laqa, ichkariga kir, hop, eshikni ochamiz, bo'ldi, kir domma. Yo'q, sizlarning haqqinglar yo'q, chiqaring meni bu yoqdan domma. Bo'ldi, sen jim o'tirgin, bo'ldi, men ketdim, kofe bilan ponchiklar yeb kelaman. Bu noqonuniy, chiqaring domma, men baribir bu yoqdan chiqib ketaman, men hammaga aytib beraman. Hammaga salom do'stlar, meni ismim Kompot, meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, hozir o'zingizlar ko'rdinglar, men militsiyalar vashchi o'zidan ketib qopti. Kimnidir aybini to'nkash uchun meni olib olishdi. Yo'q, men baribir bu yoqdan qanaqadir chiqib ketaman. Yana qishloqlar ham meni yonimga olganda, unga ham rahmat kattakon. Hop, bu yoqda nimadirlar yo'qmi? Men reshotkani ham sindirib olmasam kerak hech qachon. Hop, sandiqda hech nima yo'q ekan. Qanaqa chiqib ketsam bo'ladi? Kompot, o'yla, tezroq o'yla. Men bitta o'sha osmon ko'ryapti-da, bolalar qaranglar, juda ham ketgim kelyapti-da bu yoqdan. Lekin bu yerdan o'tib keta olmayman-da. Yoki qayerdan qochsam bo'larkin yana. Yoki men bu yerga sig'armikinman? Yo'q, bu yoqqa ham sig'mayapman. Yana militsiyalar ham har doim menga qarab turishadi. Sandig'imda ham hech nima yo'q, bolalar. Nima qilamiz endi? Kompot. Tushunmadim, qishloqqa nima qilyapsan bu yoqda? Kompot, men senga aytgandim-ku, men seni bu yoqdan olib chiqib ketaman deb. Men seni olib chiqib ketishga keldim. Qishloq, sen qanaqa bu yoqqa kelding? Biz qanaqa qochib ketamiz endi? Kompot, men bu yoqni kartasini topib olib, qanaqa qochib ketishim. Menda bitta juda ham ajoyib plan bor. Qanaqa qilib qishloqqa? Mayli, qanaqa plan bor ekan senda endi? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xavotir olma, Kompot, men seni olib chiqib ketaman dedim, olib chiqib ketaman. Xo'p, hozircha sen meni olgin, men reshotkalarini buzib tashlashga. Tushunmadim qishloqqa. Vov, nima bu? Kompot, bu lazer orqali sen reshotkalarni buzib olaysan, biz keyin qochib ketamiz. Yo'q, bo'ldi, rahmat senga kattakon qishloqqa. Xo'p, Kompot, sen jindirobsan, yoniki emas, men bittikini. Voy, rostdan ham aytgancha bu yonikini buzishim kerak. Xo'p, mayli, qanaqa buzadi? Mana shunda otsam buziladimi bu? Qanicha? Ana bo'ldi, buzildi. Qanicha endi, lekin men bu yoqqa sig'mayman. Qishloqqa qanaqa endi? Nima qilaman endi? Kompot, men blokka otgan, bu blokka avsirish kerak. Yo'q, mayli, xo'p, qanicha? Xo'p, bo'laqa. Meni sindi qishloqqa bu yoq ham. Qishloqqa endi nima qilamiz? Xo'p, Kompot, men bloklarimizni sindirib olmaymiz. Buni davleniyada turibdi. Biz endi mana shu yerdan parkour qilib, mana shu yerdan qochib ketamiz ventilyatsiya orqali. Mayli, qishloqqa mana shu yerdan qochish kerak bo'lsa, mana shu yerdan qochamiz. Hop, faqat ehtiyot bo'lish kerak ekan. Men pastga tushib ketsa yomon bo'ladi lekin. Kompot, ehtiyot bo'l, agar pastga tushib ketsang bo'ldi, qayta chiqa olmaysan bu yo'lga boshqa. Bo'ldi, xo'p, qishloqqa ehtiyot bo'laman. Sen ham ehtiyot bo'lgin, Kompot. Men ehtiyot bo'laman, bo'ldi. Ketdi, mashina sekin ketaveramiz endi. Xo'p.
Endi pastga tushamiz. Ehtiyot bo'l, kapot, ehtiyot bo'l. Xo'p, endi esa hozir biz mana shu suvga sakrab ketishimiz kerak. Bu kanalizatsiya. Xo'p, sababi shapkani olganda bunda o'zini fonari bor. Mana shu namdan yoritib keta olamiz. Ay, yo'q, bunda rostdan ham fonari bor ekan, lekin shu yerga sakrash kerakmi qishloqqa? Ha, kapot, bizda endi boshqa yo'li yo'q. Hoppa. Hop, qanichi? Voy, bu yomon sasir ekan a. Ha, kapot, endi bu ventilyatsiya endi nima deysan? Mana bu lopatani olganda endi mana shu bundoq qazigan. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, mana shu bundoq qaziyman. Xo'p. Voy, yomon sasyapti lekin qishloqqa. Mayli, xo'p. Chiqish uchun nima ham qilmaymiz. Xo'p, kapot bo'la qol tezroq. Bo'ldi, xo'p, mayli. Xo'p, mundoq. Xo'p, mamutlarni ham ozgina qoldi menimcha, suv ham tugadi mamutda. Aha, violarni ham tezroq. Xo'p, qanichi? Xo'p. O, qishloq biz uch qayerdandir chiqamiz mana. Qanichi? Xo'p, mamutda zina bor ekan. Voy dole. Kapot, endi mana shu lazerlarni o'tish kerak tezroq. Men bu lazer bilan bularni sindirib tashlasa bo'lmaydimi? Yo'q, kapot, bu yerda turgan lazerlar bundan 1000 barobar kuchliroq. Bu bilan sindira olmaysan. Mayli, xo'p, qishloqqa xavfsiz mamutdan o'tib olamiz. Xo'p, endi esa ayolga sakrab o'tib olish kerak. Kapot bundan sakrab o'tsa bo'ladi lekin. Yo'q, mayli, xo'p, men o'zim bilgancha o'tdim tezroq. Kapot bosan ketaman, bundan sakrab o'tib olsa bo'ladi. Mayli, xo'p, qishloq unda mana shunaqa o'tsak, men unaqa qilib o'tolmas ekanman lekin qishloqqa. Hop, mayli, endi bu yoqqa. Aha, endi bu yoqqa o'tib olamiz. Ana bo'ldi, qishloqqa men o'tib oldim уже. Hop, kapot, endi esa u lazerlar mana bu reshotkalarni sindirib tasha. Bo'ldi, xo'p, hozir sindirib tashlayman. Hop, bundoq qilamiz. Ketdi, xo'p, ketdi birinchisi, ikkinchisi ham ketdi. Ana bo'ldi. Kapot, bu yoqda sen juda ham ehtiyot bo'l. Bu yoqda esa oshxonani ventilyatsiyasi joyiga keladi. Bu yoq juda ham kuchli. Ay, voy, oyoq kiyimsiz qolishim sal qoldi. Kapot, ehtiyot bo'l deyapman-ku. Bo'ldi. Xo'p, bu yoqdan sakrab o'tib olaman. Yo'q. Bo'ldi, qishloqqa o'tib oldim sanamki. Endi mana reshotkalarni buzish kerakmi? Yo'q, kapot, sen endi qanaqa qilib kirgan bo'lsang, xuddi shunaqa chiqamiz. Nimaga unda biz bu yoqqa tushdik? Biz nima hozir qamoqxona tagidamizmi? Ha, kapot, sen endi hozir mana kitobning polkalarini buzishing kerak. Keyin esa biz militsiya xonasiga chiqamiz. Nima qamoqxonani tagida ekanmi? Ha, kapot, sen nima bilmaysan? Bu qamoqxonalarning ham tagida podvali bor. Mayli, xo'p, unda hozir men mana shu yerda buzishim kerak, to'g'rimi? Men bilan bizsam bo'lmaydimi? Yo'q, kapot, unda bilan yonib ketib qoladi. Bolta bilan bizgina yaxshiroq. Bo'ldi, xo'p, qani bizamiz. Qanichi? Xo'p, bu yoqda hech kim yo'q ekan qishloqqa. Xo'p, kapot, endi esa hozir men kameradan videolarni o'chirib tashlayman. Sen esa o'zingni ishingni topib, uni yo'q qilishing kerak. Mayli, bo'ldi. Xo'p, qishloqqa sen uni o'chirib tur, men ham o'zimni ishimni qidirib turaman. Xo'p, qayerda bo'lishi mumkin ekan? Xo'p, qayerlarda bor? Bu yoqda yo'q. Xo'p, bu yoqda yo'q. Sandiqdachi? Xo'p, pistoletlar ko'p ekan. Kelinglar, ozginasini men olib qolay, menga kerak bo'lib qolishi mumkin. Aha, yo'q, qanaqa propusк удостоверение. Xo'p, bu menga kerak bo'lib qoladi, olib olish kerak. Mana bu esa ishlab bor ekan. 003 62 11, menga esa 13 kerak bolalar. Bu yoqda menga kerakligi yo'q ekan. Hop, qanichi? Bu yoqda yo'q. Qishloqqa nima bo'lyapti? Kapot, mana men o'chirib olmoqman. Sen topolsanmi? Ha, men topolman hozir. Mana 13-ish. Mana qishloqqa men topdim уже. Hop, kapot, endi esa hozir biz nima qilishimiz kerak? Hop, sen hozir militsiya bo'lasan-de, meni olib chiqib ketayotgandek bo'lasan. Bu yoqda ancha kiyim bor, o'shani kiyib olgansan. Aha, bo'ldi. Hop, qishloqqa unda hozir men shuni kiyib olaman. Hop, mana shapkani yechamiz, fonarikli. Hop, ana bo'ldi. Qolganlarini ham xuddi shunaqa qilib kiyib olamiz. Hop, bundoq. Aha, ana bo'ldi. Qarang, militsiyaga o'xshadimmi? A'lo darajada sen kapot, militsiyasan 100% bo'ldi. Endi hozir sen meni olib chiqib ketayotgandek qilishing kerak bu qamoqxonada. Men o'g'ri bo'laman, xo'pmi? Bo'ldi. Xo'p, men mashinani kaltini ham olamiz. Endi sekin ketdi qishloqqa, chiq bu yoqqa. Hop, qanichi? Bu yoqda hozircha hech kim yo'q ekan. Hop, qani? Bo'ldi, yur qishloqqa. Kapot, hozir biz sekin mana shu chiqib ketishimiz kerak, ehtiyot bo'lib. Bo'ldi. Hozir biz chiqib ketamiz qishloqqa. Xo'p, tushunmadim, nimaga ishlamayapsanlar bu yoqda? Nimaga ishlamayapsanlar domma? Ishlaring tez. Men bu yoqda militsiyaman bu yoqda. Kapot, sen yaxshiroq rol o'ynagin. Bo'ldi. Xo'p, qishloqqa yur tez domma. O'g'ri, yur domma. Hop, men buni olib chiqib ketyapman bu yoqda. Yaxshimsan, men mana militsiyaman. Hop, chiq bu yoqdan domma. Chiq tez mashinaga. Hop, chiq domma, men senga. Tushunmadim, sen kimsan? Nima qilyapsan bu yoqda? Men seni xo'jayiningman.
nima tanimadingmi meni? Yo'q tanimadim. Qani bitta guvohnomangni ko'rsatchi. Nima tushunmadim, sen tanimaydigan bo'lib qoldingmi nima? Xo'jayin uzrmasiz tanimay qolma, bo'ldi, ketiring. Ha, qamoqxonaning qo'rqilib o'tirlaring, tushundilaringmi? Bo'ldi, o'g'ri ketdi, sen mashinaga o'tir endi tezroq, bo'laqa, yur. Hop, bo'laqa, o'tar mashinaga deyapman, o'tar mashinaga ketamiz. Bo'ldi, kapot, o'tir mashinaga ketdim yo'da endi tezroq. Hop, bo'ldi, mashinaga o'tiraman, migalkalarni yoqaman, bo'ldi, men endi ketdim bu yoqdan. Qamoqxonaning qo'rqilib o'tirlaring, tushundilaringmi? Hop, bo'ldi, endi bo'ldi, biz sekin chiqib ketamiz. Hop, bo'ldi, ura, qishloqimizga qochib ketdik qamoqxonadan, ura. Bo'ldi, qishloqqa tushir bu yoqdan. Ura, kompot, men aytgandim, u seni olib chiqib ketaman bu yoqdan deb, biz qochib ketdik bu qamoqxonadan. Men aytgandim, u seni qoldirib ketmayman deb. Rahmat senga kattakon qishloqqa, sen meni olib chiqib ketding bu qamoqxonadan. Bo'ldi. Endi esa men kiyimimni eshitaversam bo'ladi. Ani militsiyalar esa javob berishadi. Men bu videoni qo'yaman. Men esa hozir kompot rost ekansiz bilib militsiyalarni chaqiraman. Ularni o'zligini bizni qamoqxonaga o'tkazib qo'yamiz. Bo'ldi, qishloqqa judayam zo'r bo'ladi. Ну что bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.